Assalamualaikum hörmətli dostlar. Hamınlarning kimich vaqtinizlar xayrlik bo'lsin. Bugungi Amazon tor mulozamatlari darsimizninki yangi qismiga xush kelibsizlar. Bugungi darsimizda bo'lsa, biz bulut saqlag'uchlarni o'rganib o'tamiz. Bulut saqlag'uch degan nima degan vaqtida, bulut saqlag'uch o'sha internet orqali bizningki uchurlarimizni ma'lum bir yerda saqlash usulini ko'rsatadi. Masalan, bulut saqlag'uchdan Google'ninki Google Drive, Microsoft'ninki OneDrive qatorliq mulozamatlar bor. Biz şu tor orqali o'zimizningki materiallarni o'zimizning kompyuterda emas, ma'lum bir yerda saqlaymiz. Buni endi bulut saqlag'uch, ya'ni cloud storage deb ataymiz. Amazon tor mulozamatlarininki şu saqlag'uch mulozamatlari bor, ya'ni simple storage service deydigan. Buni qisqartib S3 deymiz. Ya'ni buningda bir qancha xil şu mulozamat turlari bor. Qaraydigan bo'lsak, block, file, object, cloud data migration deb turga bo'linibdi. Bundan da blokda biz şu kompyuterdagi hard disk o'xshash disklar, bu bir instance, ya'ni biz EC2'da o'rganib o'tgandek bir şu ma'lum kompyuterga bog'langan qattiq diskini ko'rsatadi. Endi fileda biz endi fileda nima ish qilamiz degan vaqtda o'zimizningki şu materiallarni mo'yin bo'lgan datalarni, masalan database yoki boshqa xil uchurlarni, masalan kod tiki kodlarimizni saqlaydigan boshqa shirkat ichidagilar ko'rsatgan, ya'ni ma'lum GitHub o'xshash repository shaklda qo'llanish uchun faylni ishlatamiz. Endi object degan bu hem şu private qilib bo'lgan shaxsiy boshqalarga ko'rsatmaydigan, ham boshqalarga ko'rsatadigan public qilib uchurlarimizni boshqalarga tushirishga yoki ko'rishga sunilgan mulozamatlar. Buningda masalan torbatlarni qurib, masalan odatdagi torbatlarni, ya'ni static website deydi, o'zgarmaydigan torbatlarni şu objektda quramiz. Hamda cloud data migration'da mesela özümüzningki datalarımız bo'lsa, shirkatningki uchurlari bo'lsa, buni şu AWS'ninkiga yo'tkamoqchi bo'lsak, mishada mushlarning mulozamatini setib olsak, bular o'zlari kelib bizning datalarimizni, ya'ni uchurlarimizni elib şu AWS'ninki mulozamatlarga yo'tkab qilib berdi. Bular hamda cloud data migration deb bir muncha turlari bor. Simple Storage Service qaraydigan bo'lsak, Amazon Simple Storage Service, ya'ni Amazon S3, Amazon EBS, ya'ni Amazon Elastic Block Storage, Amazon File Service deb 3 xil turga bo'lindi. Buningki o'ziga xos alayliklari bor. Masalan, birinchisi Object Storage, ikkinchisi Block Storage, uchinchisi EFS degan File Storage. Buningki o'zi xos alaydligi va kamchiliklari bor. Masalan, biz o'rganmoqchi bo'lgan S3, ya'ni Simple Storage Service'da S3 har xil database'dagi datalarimizni backup qilgan vaqtimizda o'sha S3 ga backup qilib saqlab qo'ysak bo'ldi. Bayam so'zlab o'tgandek EBS'da biz ma'lum bir Elastic Cloud Compute'ga, masalan instance'ga qo'shimcha hard disklarni qo'shmoqchi bo'lsak, buni EBS'ni ishlatib qilsak bo'ldi. EFS'da bo'lsa, app'larni yoki bo'lmasa kodlarni boshqalar bilan hamma qirilganda o'sha EFS'ni ishlatamiz. Buningki hamda oddiy tushuntirilishi. S3 qaraydigan bo'lsak, S3da object ham paket deb ikki hukm bor. Paket degan nima degan vaqtda bu bir qachiga o'xshaydi. Bu qachida har xil materiallar bor. Masalan, object ma'lum bir materialni yoki ma'lum bir hujjatni ko'rsatgan bo'lsa, o'sha hujjatlarni bir yerga qo'ygan bo'lsak, bu paket bo'ldi. Ya'ni masalan bir rasm bor deylik, bu rasm object bo'ldi. Buni bir yerga qo'ygan bo'lsak, bir S3ning bir hujjat xaltasining ichiga qo'ygan bo'lsak deylik, buni paket deymiz. Bu object bilan bucketninki farqi. Bu hukmlarni amaliy mashg'ulot qilish orqali ko'rib o'taylik. Undaqda avval biz Amazon tor mulozimatlari tor betiga kirib, shu yerdan Simple Storage Service'ni qo'zg'ataylik. AWS'ning tor betiga kirdik. AWS'ning tor betiga kirib bo'lgandan keyin mulozimatlar degandan servicesdan
S3'ni tanlaymiz. Qaraydigan bo'lsak, mana storage'da S3, EFS, FSX, S3 Glaciers, Storage Gateway, AWS Backup deyilgandek bir moncha qilib saqlash storage turlari bor. Biz buningdan S3 kiraylik. S3 kirilgan bo'lsak, S3'da mana bundaq bir ko'rinish ochildi. Bunun qaraydigan bo'lsak, mavi rasmda create a new bucket deydi. Yani özünüzdeki bir qaytisini quring bir deydi. Bunu qurib bo'lgandan keyin o'zimizning materiallarini yollaymiz. Buningga har xil huquqlarni beramiz. Masalan, boshqalar ko'riladigan qilsak bo'lamdi yoki buni o'zimizlar ko'ramdik degandek. Undaqda biz yangi bir bucketdan birini quraylik. Bucketdan birini qurish uchun create bucket deganni qo'shimiz. Qo'shib buningga bir ismni beramiz. Bu ism boshqalar qo'llanmagan bir ism bo'lishi kerak. Mesela Uygurlab test paket deb qildim. Bu cho'qim kichik harflardan tashkil tepish kerakkan. Anikin qaysi regionda, qaysi rayonga tanlaydiganligimizni mishadin tanlaymiz. Mesela siz o'zingizga yaqin rayonni tanlab qilsangiz bo'ldi. Bu yerda Mumbai, Seoul deyilgandek. Bu yerdan Ohio'ni tanladim. Tanlagandan keyin mesela bu yerda sizningki boshqa paketlarga bergan har xil nimlar bo'lgan bo'lsa, tanlashlaringiz yoki oldin belgilab qo'ygan yoki siz bekitib qo'ygan rollar yoki permissionlar bo'lsa, mishadin tanlab qilsangiz bo'ldi huquqlarni. Men bu yerni tanlamay next'ni bosdim. Next'ni bosgandan keyin bu yerda bizdan buningki xosligini so'raydi. Masalan, versioning deganni ajamdoq degandek bir moncha xil turlar bor. Biz bu yerlarni tanlamay darsimizni o'rganib o'taylik. Next'ni bosdim. Next'ni bosgandan keyin bu yerda block all public access deydi. Yani bütün public yani ochiq erishishni taqib etish deydi. Buni taqib etib turaylik. Next'ni bosdim. Next'ni besib qilgandan keyin bu bizga ko'rsatadi. Endi create bucket deb yangi bucketdan birini qurdik. Qaraydigan bo'lsak, mana bu bucketningki mav bucketning ismi access deydi. Bucket and object not public deydi. Bu hech kim erişemeydi degan gap, o'rni, vaqti degandek. Hamda bu paketni ochaylik. Echib qilsak, mana bu yerda manda bir page ochildi. Biz bu yerga upload qilish orqali o'zimizningki obyektini yo'llay olamiz. Bu yerga yangi hujjat qisqishdan, hujjat xaltasidan qurib chiqa olamiz. Anikin bu hujjat xaltasini, masalan, hujjatni echish, tushirish, onunki cho'ng kichikligini elish deydigan bir moncha qil o'chirish, qaytadan ism berish qatorliq bir moncha tanlash turlarimiz bor. Properties qaraydigan bo'lsak, mushu bucketningki xosligini ko'ra olamiz. Qarasak versioning deydi. Versioning degan masalan buningki nashri har bir o'zgartish qilib bo'lgan vaqtida buningga bir nashr qo'shildi. Buni bu yerdan qilamiz. Service access logging, static website hosting deydi. Masalan, static bir torbatdan birini qurmoqchi bo'lsak, mishani able qilib disable'ni o'chirib etsak, bu qila oladi. Boshqa tags undan keyin transfer acceleration'da bizningki shu hujjatlarni, materiallarni yo'tkazgandagi suratlarni bu yerdan qila olamiz. Permissions kiradigan bo'lsak, permissionsda bayamqi bizningki birinchi qatim tanlamagan block all public access degan bu yerda bor ekan. Buni edit orqali buni bu yerdan o'chirib etib qilsak bo'ldi. Masalan, qilsak unda bir confirm degan nimani yozgan bir rayon chiqadi, bu yerni qilib qo'ysak bo'ldi. Access control list har bir hujjatningki listga erishmaydiganligimizni bir yerdan belgilaylik. Bossak, masalan, list object, write object deydigandek, read bucket permission deydigandek bir moncha xil turlarni bir yerdan access control listdan qila olamiz. Bucket policy'da
Muşu polisini bir şeylerden özümüz kılıp polisi kuralayımız. Bunu JSON şekilde yazsak buldu ya bulmasa polisi generator kırıp polisini bir şeylerden generate kılıp yani copy paste kılıp save kılıp sakılsak buldu. Management qaraydigansak managementda muşu bizniki muşu paketni bir rayondan yan bir rayonga köçürüş, replication degandek narsalarni bir şeyden qila alaymiz. Access point erishish noktalarini bir yerden tanışıp qila alaymiz. Hamda biz overview kirib, undaqda bir tal hüccetdan birini yollab ko'rayli. Uploadni bastım, uploadni besib add filesni bastım, besib bu yerdan bir tal hüccetni tanlab yolladım. Yollab bo'lgandan keyin next step bir yerga buningki huquqlarini bir yerdan tanışaymiz. Tanışıp next'ni bastık. Next'ni besib qaraydigan bo'lsak, buningki storage'ninki standartmi, har xil turlari bor. Buningda biz standartni tanlayli. Tanlab next'ni bastık. Upload qilib buni objektni bucketning ichiga yolladik. Qaraydigan bo'lsak, ismi cho'ng kichikligi, buningki oxirlashish vaqti, kichigi bo'lish vaqti, adresi degandek bir moncha xil tanlashlar bor. Hamda bu yerni o'chirib o'tib, qaraydigan bo'lsak, davomini tushirish, actions qaraydigan bo'lsak, echish, tushirish qatorliq o'zgartirish, o'chirish, copy qilish, bir yerdan bir yerga o'tkazish degandek. Masalan, ismni o'zgartmoqchi bo'lsak, bu yerda bunday qilib ismni o'zgartib bilan save qilsak, bu bayon qismda mana hozir qismiga o'tkaldi. Masalan, torbatninki ish vaqtli copy link adresini besib bassak ochilmadi. Access denied. Chunki biz buningga erishish huquqini bermadik. Shunga access denied deb bu public bo'lmaganligi uchun boshqalarga ochilmaydi. Endi propertiesdagi narsalarga qaraydigan bo'lsak, masalan, static website hosting deganni mau use this packet to host a website deb yerga index document deydi. Masalan, bash beti index.html bo'lsin, xatolig'i bo'lib qolsa error.html yoki boshqa narsani o'zingiz tanlab qilsangiz bo'ldi. Yoki boshqa bir torbatga yo'tkamoqchi bo'lsangiz, redirect qilmoqchi bo'lsangiz, bu yerni besib bu torbatninki ismi, protokol, HTTP mi yoki HTTPS mi degandeklarni bu yerdan tanlasangiz bo'ldi. Yoki bu torbatni ish qilib taqdim etaman desangiz, disable website hosting deganni bu yerdan tanlab qilsangiz bo'ldi. Hamda men use this packet to host a website degan tanladim. Tanlab packet hosting degan ochildida. Hamda permissions qaraydigan bo'lsak, permissionsda mana bütün public access'ning hammasini ichivatdik. Hamda buningga packet policy kirib, biz buningga policydan birini quraylik. Qurish uchun biz tayyor tordan example'dan birini chaplasak bo'ldi yoki policy generatordan kirib generate qilsak bo'ldi. Men yangidan birini generate qilay. Policy generatorga kiraylik. Kirgandan keyin buningki select types of policy deydi. Biz S3 ni tanladik. Chunki biz S3 bucketninki policy bo'lganligi uchun S3 bucket policyni tanladik. Buningki effective ni allow qildik. Principal deydi. Buningga yulduzini berib barliq hammasi deyli. Actions deydi. Qaysi actionlarni tanlaysiz deydi. Masalan, create job, delete access point policy deydi. Biz hamda hujjatga erishmoqchi bo'lgandan keyin get object deganni tanlaymiz. Get objectni izlaylik. Get object. Qarayın, Amazon resource name deydi. Bu resource name hamda ma torbat qaraydigan bo'lsak, miyadagi ma adresni mushuni ko'rsatadi. Buni copy qilamiz. Copy qilib, elib miyaga paste qilib chaplaymiz. Chaplagandan keyin add statement qildik. Qurildi. Generate policyni qilib, mani control A ni besib copy qilsak bo'ldi. Copy qilgandan keyin S3 ning bucket policy kirib paste qilib chapildik. Chaplab bu yerdan save qilamiz. Save qildik.
o'qisak, action does not apply to any resources in statement deydi. Bununla miyaga yantısızlık mani bir kılaylı qaraydigan bo'lsak, mana public bo'ldi. Endi bu public bo'lgan narsani hamma odam erisha oladi. Biz endi mau overview kirib, overviewdan ma rasmninki adresini copy qilaylik. Copy qildik. Bayam ichilmaganda endi biz baqlaylik. Hop, mana ichildi. Bu bizningki shu objektni shu object yoki shu bucketni public qilishninki usuli. Bu public'da permission kirib, permission'dan bucket policy'ni mishaga yezib chiqamiz. Buni o'zingiz tordan yezib qilsangiz bo'ldi, tayyasini ko'chirib olsangiz bo'ldi, policy generator kirib, bu yerdan ko'chirib qilsangiz bo'ldi. Bu sizningki o'zingizningki tanlashi. Bu yerdan management ga kirib baqsak, managementda mana bayam ko'rsatgandek replication bor ekan. Replication'da get startni besib qaraydigan bo'lsak, mana bu the bucket does not have versioning deydi. Versioning degan hamda har bir hujjatga o'zgartirish ippaga vaqtida bu ninki version nashri ichildi. Bizni versioning qilib enable versioningni bossak, bizniki bu version nashrini qilishni mishadan qilamiz. Masalan, bir materialga o'chirilib ketdi. Bu materialni o'chirilib ketganligi har bir qilgan ishimiz bir tal nashr berilganlik uchun, masalan, o'chirilib ketgan hujjatimizga bir nashr keldi. Biz uni yana qaytarib akilalaymiz. Bu yerda versioning shu uchun, shu ishlash uchun asqatadi. Qaraydigan bo'lsak, masalan, mani bosdim, buni besib qaraydigan bo'lsak, versions hide deydi. Hozir show qilib echib qo'ysak, mana har bir versions keldi. Buningki, masalan, birinchi versionsida ism mana ismi mandaqdi, biz buni mau shaklda o'zgartirdik. Endi buni o'chirib olsak qanday bo'ldi? Snap qilib, masalan, miyadin bosdik, actionsni bosdik, o'chirib oldik, delete qildik. Hujjat bo'ldi. O'chirilib ketdi. Endi versionsni qaraydigan bo'lsak, show qilib ko'rsatgin deb ochdik. Bizningki birinchi hujjatimizda bu hujjatni biz ma shaklda o'chirib etdik. O'chirib etib qildik. Endi buni asli keltirish uchun qanday qilamiz degan vaqtida asli keltirish uchun mani delete qilib bossak, mana asli keldi. Biz bu orqali buni rasmni topalaymiz. Ya'ni siz har bir qilgan versionni o'chirib olsangiz asli keldi. Bu versioningninki alayligi. Bugungi darsimizda bulut saqlag'ichlari, Amazon Simple Storage'ni o'rganib o'tdik. Buningda bucket, object deganlarni o'rgandik. Bugungi darsimiz mishaga yetib bo'lsin. Keyingi darsimizni ko'rishgacha omon bo'linglar. Allohga emanet.